Mintaqada eng qulay va jozibador biznes muhitini saqlab qolish uchun barqaror soliq siyosatini davom ettiramiz. Jumladan hayotiy zarur xarajatlarni moliyalashtirish uchun byudjet tushumlari qanchalik zarur bo'lmasin, asosiy soliqlar bo'yicha stavkalar o'zgartirilmaydi. Shuningdek, 1-yanvardan boshlab yer yoki davlat mulki NDSsiz sotiladi. Mobil aloqa uchun aksiz solig'i bekor qilinadi. Shahar chegarasidagi qishloq yerlariga 2 karra yer solig'ini hisoblash to'xtatiladi. Nashriyot korxonalari foyda solig'ini to'lashdan 5 yilga ozod etiladi. Bundan tashqari, IT park rezidentlariga barcha turdagi soliqlarni to'lashdan ozod etish bo'yicha imtiyozlar 2040-yilgacha uzaytiriladi. Xususiy maktab va bog'chalar, xorijiy o'qituvchi va mutaxassislar uchun berilgan barcha soliq imtiyozlar 2030-yilgacha amal qilinadi. Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonlari yakuni bosqichga kiryapti. AQSh, Xitoy kabi yirik davlatlar bilan kelishuvlarga erishdik. To'g'ri, Jahon savdo tashkiloti qoidalariga zid bo'lgan imtiyozlarni bekor qilyapmiz. Shu bilan birga davlat tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, adolatli raqobat muhitida ishlashi uchun zarur bo'lgan barcha sharoitlarni yaratishni davom ettiramiz. Shu yil qo'shnilarimiz bilan chegaradan kirib chiqish bilan bog'liq bir qator masalalarni ham yechdik. Xususan 13 yil yopiq bo'lgan Andijonni Xonobod, Mingtepa va Qarasuv hamda 8 yil ishlamagan Uchqo'rg'on chegara postlari tiklandi. Natijada aholi va tadbirkorlar yo'li 100 kilometrga qisqardi. Umuman o'tgan 11 oyda chegara orqali harakatlangan transport soni 400 mingga oshib 3 millionga yetdi. Kelgusi yili G'ishko'prik, Navoiy, Dovudota, Shovot va Gulbahor chegara postlarida qo'shimcha koridorlar qurilib, o'tkazish quvvati 5 karra oshiriladi. Bu ham tadbirkorlarimiz uchun eksport import bilan shug'ullanayotganlar uchun juda katta ma'lumot qulaylik. Umuman murakkab geosiyosiy sharoitga qaramay, iqtisodiyotimiz 6.3% ga oshib 111 milliard dollarga ko'paydi. Sanoat, qishloq xo'jaligi va xizmatlar sohasiga 38 milliard dollar investitsiya kirdi. Eksport 26 milliard dollardan oshdi. Ochiq muloqotda ko'p tadbirkorlarimiz o'ziga ijtimoiy mas'uliyat olib, ehtiyojmand odamlarni ishli qilishga tayyor ekanligini bildirgan edi. O'tgan qisqa vaqt ichida tadbirkorlarimiz 387 ming kambag'al oila a'zolari va 40 ming